iPhone 11 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyapti, balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq vaqt xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareyka sig'imi 3110 mAh, litium ionli Lilon batareykalar tizimi mavjud. 18 vatt quvvatlagich talab qiladi. 18 vatt 20 vattdan kam bo'lgan quvvatlagich qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareykasi tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud. 7,5 vatt talab qiladi. Tezkor quvvatlash tizimi ham mavjud. 50% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 45 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat 46 daqiqa, videolar tomosha qilishda 13 soat 37 daqiqa, o'yinlar o'ynaganda 4 soat 58 daqiqa, kutish rejimida 110 soat, umumiy avtonomik holatida esa 22 soat 24 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.